mayda narsalarga parvo qilma. Odam bolasi bor ekanki, uni o'y fikrlari, g'am tashvishlari bo'ladi. Uni unday qilishim kerak, buni bunday qilishim kerak, onangga ulgishim kerak, mana ishim zaril, qolib ketmasin va hokazo. Xullas, mana shu seni birodar tashvishga soladigan ishlar, arzigulik ishlar ham bor, arzimaydigan ishlar ham bor. Ya'ni tashvish qilishga arziydigan muhim ishlar bor va arzimagan mayda-chuyda amallar bor. Ayrim odamlar ana shunday bir arzimas, mayda narsalar bilan aqllari band bo'ladi. G'am qilib kallasiga kiyib ko'tarib yurgan narsalar o'zi aslida bunga arziydigan ishlar bo'lmaydi. Ya'ni bu mayda narsalarni kallasiga ko'tarib yurgan odamlar himmati past odamlar deyiladi. Himmatsiz odam deyiladi. Bizni o'zbek tilimizda himmat desa faqatgina saxovat tushuniladi. Bu deydi oliy himmat odam desa, to'g'ri shu